Hop, demak boshlaymiz. Orada ozgina pauza bo'ldi darslarimiz. Endi davom ettiramiz. Bugun 10-darsda olib boramiz. Demak, Foundation kursimizda Xudo xohlasa oz qoldi. Shu yangi hafta tugatishimiz kerak. Hop, demak bugun o'sha hamma atrofdagi ma'lumotlarni ham tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, demak bu o'tgangi darslarimizda mana vazifalarni hammaga tekshirib, o'zim fikrlarimni aytdim. Kamchiligi bor deganlar, albatta o'sha kamchiliklarni to'ldirib xabar beringlar. Boshqatdan yana tekshirib, kamchiliklar bor bo'lsa yana aytaman, to'g'rilab qo'yishinglar kerak bo'ladi. Hop, demak bugun sizlar bilan quyidagi bo'limlarda olib boramiz. Hop, avvalo o'sha har doimgidek orada yana ozgina pauza bo'lib qo'yganligi sababli ham savol-javob va takrorlash qismlaridan iborat bo'ladi boshlanishida. Hop, undan keyin asosiy o'rganishimiz kerak bo'lgan bu struktura hisoblanadi. Ya'ni supervised machine learning model yasash uchun qanday struktura kerak bo'ladi? Qaysi bosqichlarni bosib o'tadigan bo'lsak, o'sha modelni haqiqiy productionga chiqarishimiz mumkin degan savol bo'ladi. Albatta, uni amalga oshirish uchun biz strukturani yaxshi bilishimiz kerak. Bu strukturani man ketma-ketligini yodlab olinglar deganim yo'q bu. Bu deganim tushunib olish kerak. Yaxshilab, albatta bu tushunib oladigan bo'lsanglar, qaysi ketma-ketlikni qanday amalga oshirishni va albatta bu eng foydali bo'ladi. Mana misol uchun sizlar bilan data pre-processingni ko'rdik. Undan keyin mana yangi safar evaluationgacha ko'rganmiz. Albatta ularni to'g'ri tushunib olishinglar kerak. Nima uchun aynan u bosqich amalga oshirilyapti? Uni tag mohiyatini bir marta yaxshi tushunadigan bo'lsanglar, keyinchalik boshqa holat bo'lsa, ya'ni deep learning o'tamiz, computer vision, NLP, boshqa modellarda ham qanday ishlashi shu struktura bo'yicha bo'ladi. Ichki qismlari ozgina farq qiladi xolos. Mana oddiy misol, oddiy mana hamma ishlatadigan ChatGPTni oladigan bo'lsak ham, bu bir model bu. Shunchaki sizlar osonroq ishlatishinglar uchun o'sha UI qismini, ya'ni user interface qismini qilib qo'yishgan. Sizlar yozasizlar, ChatGPTdan ma'lumot izlaysizlar. Ma'lumotinglar, berayotgan ma'lumotinglar bular input hisoblanadi. Input bo'lib bitta kiradi, sizlar enterni bosganinglarda avtomatik u modelga borib tushadi. Ya'ni sizlar input qilib kirgizayotgan bo'lasizlar va sizlarga output chiqarib beradi. Nima ma'lumot so'rasanglar, o'shani chiqarib beradi. Albatta struktura bor. Bu tayyor ishlatib qo'yilgan, tayyor tekshirilgan pre-trained model hisoblanadi. Pre-trained, ya'ni trained bo'lgan model. Albatta struktura bilish anchagina foyda bo'ladi. Shuning uchun biror ma'lumot o'rganayotganinglarda, uni reportini yozayotganinglarda shunchaki ko'chirmanglar. Avvalo videoni ko'rib, haqiqatdan miyada nima bo'lsa, nima miyalarga kiradi, o'shani yaxshi tushungan qisminglar yozinglar. Men bu reportda o'tgan safar ham har doim aytib o'tganman. Bu faqatgina o'zinglar uchun. Ya'ni mana misol uchun bu kursimiz tugaydi, bu oyimiz tugaydi, keyingi oy tugaydi. Umuman har qanaqa holatda ham o'zinglar o'qiganinglarda takrorlab olishinglar uchun. Misol uchun hammani ham mana bu 40 minutlab videoni ko'rgani vaqti bo'lmasligi mumkin, lekin o'zinglar yozgan reportni osonroq, u faqat report bo'lmaydi-da. U mana men hozir gapirayotganimda atrofdan ham gapirishim mumkin, ozgina tashqaridan ham gapirishim mumkin, lekin reportda sizlar sof bilimda o'zini yozayotgan bo'lasizlar. Shuning uchun reportga urg'u berishinglar kerak bo'ladi. Bugun yana o'tgan safar o'rgangan algoritmlarimizdan biri, ya'ni o'tgan safar biz logistic regressionni o'rgangan edik. Endi bugungi safar sizlar bilan linear regressionni o'rganamiz. Ya'ni linear regression nima, qanday ishlaydi, o'sha umumiy savollarga nima qilamiz, sizlar bilan xudo xohlasa javob topamiz. Va uni men sizlarga amaliy tomondan ham ko'rsatib beraman. Bu ham bugungi darsimizning asosiy qismlaridan biri. Bundan tashqari sizlar bilan o'tishimiz kerak bo'lgan yana bir narsa evaluation hisoblanadi, ya'ni baholash. Ya'ni biz o'zimiz qilayotgan, yaratayotgan modelimiz qanaqa ishlayapti? U javob ishonarlimi? Chunki mana prediction qismida bor, ko'rayotganinglarda o'sha javob chiqarib beradi. O'sha javob ishonarlimi yoki yo'qmi? Biz ishonishimiz kerakmi yoki yo'qmi degan savollar bo'ladi. Albatta, u holatda biz evaluationga murojaat qilamiz shu paytda. Ya'ni o'zimizni qilayotgan ishimizni baholab ketamiz. O'zimiz to'g'ri ish amalga oshiryapmizmi yo'q. Shuning uchun bu baholash mezonlari bor. Classification uchun alohida, regression uchun alohida bo'ladi. O'sha evaluation qismida shular bilan nima qilamiz, tanishib o'tamiz. Hammasi muhim. Va albatta vazifa qismlaridan iborat bo'ladi bugungi darsimiz. Demak, mana ko'rganinglar, demak muhim bo'lgan qismlar, demak bugungi darsimizda qamrab bo'ladigan bo'limlar hisoblanadi. Shular bo'yicha ishlarni amalga oshiramiz.
Hop, demak, avvalo boshida savol-javob bilan boshlab olamiz va keyin bu yoqqa ikki tomonga o'tib ketamiz. Ho'p, Abdurahim sizdan boshlaymiz. Mikrofonni yoqsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ho'p, sizga savol. Ho'p, Abdurahim, logistic regression haqida savol bermoqchiman. Logistic regression qaysi met algoritmga kirar ekan, qaysi oilaga? Hı. Algoritmlar oilasini birinchi linear oilasiga kiradi logistik. Asosan biz uni nima uchun ishlatishimiz mumkin? Classification uchun ishlatishimiz mumkin. Nima tomonidan ham logistik deganda ham logic ya'ni yes or no degan qisqa oddiyroq datasetlar uchun qo'llaganimizda yaxshiroq bizga target javoblarni chiqarib berishi mumkin. Hmm. Shuningdek, yaxshi. Shu nuqtai nazardan olganda, bizda classification ham ikkiga bo'linadi. Binary va multi-class. Nima deb o'ylaysiz? Ha, Bu logistic regression ikkalasida ham yaxshi ishlaydimi? nisbatan baribir binaryda ko'proq yaxshiroq natija beradi. Hmm. Yaxshi. To'g'ri. Shu. Demak, agar multi-class bo'lib ketadigan bo'lsa, unda o'sha logistic regressiondan foydalanmaslik kerak, chunki o'sha uzunroq algoritm, uzunroq model hisoblanadi. Xo'p, lekin siz aytmoqchi binaryda ancha yaxshi ishlaydi, shu tomonga yaxshi e'tibor berilishi kerak. Xo'p, demak, mana hamma vazifalarni topshiribsiz, o'zizga man tekshirib aytdim, reportlarni ham yozib qo'yishingiz kerak. Xo'p, yana bitta umumiy savol. Pythondan biz data type'ni, operationlarni, keyin condition'da for loop'ni o'tdik. Mana shu to'ralasi. To'ralasidan mana sizga imtihonda, yaqinda imtihon bo'ladi. Imtihonda to'ralasidan soddaroq o'tgan darajamizdagi savoldan bersam, kodingda ishlab bera olasizmi? Mana shu to'rtta mavzuda. Ishlasam kerak. Mm. Tushunarli. Hozir aytganim sabab bu hamma uchun, ya'ni takrorlab turinglar degan maqsadda, chunki Pythondan problem solvingda shu to'ralasidan tushadi. To'ralasidan istalgan ikkitasini aralashtirib so'rashim mumkin, shunga o'xshagan savollar bu. Xo'p, endi umumiy mantig'ini tushunadigan bo'lsak, for loop'ni mana bu machine learning tomonga tatbiq qildik. Buni o'zi asl maqsadi nima bo'ldi? Qurilib, qisqa qilib aytganda avtomatlashtirishda. Mhm. Tushunarli. Yaxshi, demak avtomatlashtirish uchun ishlatar ekanmiz. Yaxshi. Ho'p, bo'ldi, Abraham. Yaxshi, shu o'tgan aytgan gaplarimni to'g'rilab, reportlarni ham joylab qo'ying. Ho'p, bo'ldi. Endi Daniel, sizga navbat. Mikrofonni yoqsiz. Mhm. Ho'p, demak, Daniel, sizga savol. Logistic regressionda a, kodini chaqirib beringchi. Umumiy kutubxonadan kodini from deb boshlab. uh, from SK learn uh, м, нижний пробел model selection Hop. import uh, logistic import logistic regress. Model selection'ni ichidan chaqirasizmi linear regression? Logistic regression. Nimaga man sizdan so'radim buni? Chunki o'zizga ham yozdim. Kodlarni ChatGPTdan olib qo'yayotganga o'xshayapsiz. Foydalanyapsizmi, foydalanmayapsizmi? Foydalanmak ko'ryapman. Chunki eng oddiy savol berib ko'rdim. Shuni xato qildingiz. O'zi haqiqatdan demak, fikrim to'g'ri ekan. Chunki buni foydalanish kerak. Qachonki xatoyingiz bo'lsa, o'sha joyini to'g'rilash uchun. Siz only hammasini copy paste qilib ishlatsangiz foydasi bo'lmaydi. Kodlarni o'rganolmaysiz. Siz ishga topshirib intervyuga borayotganingizda to'xtab turinglar, man ChatGPTdan olib foydalanib olay deya olmaysiz, to'g'rimi? Mhm. Shuning uchun olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni xatoyingiz qayerda? From sklearn underscore linear model deysiz. Siz model selection demaysiz. Nima uchun bu Linear. o'rgatganman? Chunki algoritmlar oilasi bor degan. O'sha oilani nomini underscoredan keyin qo'yasiz degan. Decision tree'ni chaqiringchi, decision tree classifier'da. Uh, Undan from sklearn
three 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 bo'lsa three input Hop, decision tree classifier bor, regressor bor. tushunarli. Demak, koding tomoniga ahamiyat bering. Sizda shu joyda mana kamchilik, mana bu siz ham ko'rdingiz. Bu shu kamchiligingizni to'g'rilashingiz kerak. Men darsni boshida savol-javob bilan boshlashimning sababi shu. O'sha oldingi klassga qanaqa o'rgandi, qanaqa o'zlashtirdi. Chunki vazifani hozir qilish juda oson. Uyda vazifa qilish. Hozir resurslar, internet, ChatGPT bor. Hamma har qanaqa darajada vazifani qila oladi. Lekin bunaqa og'zaki hamma yoq berayotganda, uni qay darajada o'zingiz qildingiz, o'shani ko'rsatib berasiz. Shuning uchun naryoqdagi yozma vazifangiz bilan og'zaki vazifangiz teng turishi kerak. Shuning uchun shu tomoniga ahamiyat bering. Bu savol-javobdan xulosa chiqaring o'zingizga. Chunki xohlab o'rganyapsizmi, buni sidqi dildan, chin ko'ngildan o'rganishiga qiling, bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Xo'p, endi Tamam. bitta savol sizga. Algoritm bilan modelda qanday farqi bor? Model bu nima desam, bu tayyor ishlatishga tayyor bo'lgan qanaqa ishlatishga tayyor bo'lgan nimada mahsulot, lekin algoritm bu ketma-ketligi uning. Xo'p, qanaqa algoritmlar bilasiz? Algoritmlar oilasidan linear bor, decision tree, ensemble. Xo'p, yaxshi. Tushunarli. Bo'ldi. Hammasini yodlab qolish shart emas hozir. Mantig'ini bilsangiz, sekin-sekinlik bilan o'rganamiz. Xo'p, demak, o'sha xulosalarni chiqaring, vazifada kamchiligingiz bo'lsa to'ldiring, aytgan gaplarimga rioya qiling. Bo'ldi. Hop. Xo'p, endi davom ettiramiz. Mana o'tgangi darsimizda sizlar bilan undan oldingi darsimizda to'xtab qolgan joyimizdan boshlagan edik, esinglarda bo'lsa. Ya'ni data preprocessing qilib biz ma'lumotlarimizni tayyorlab olgan edik. Ya'ni o'sha ya'ni o'qituvchi darsga kirishdan oldin material tayyorlagandek, o'quvchilarning darajasiga kelib chiqqan holatda, qiziqishidan kelib chiqqan holatda, qobiliyatidan kelib chiqqan holatda ma'lumotlarni tayyorlaydi va o'quvchilarga o'rgatadi. Albatta, shu ma'lumot tayyorlash eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Chunki aytib o'tganmiz, agar o'qituvchi o'quvchilarga murakkab tilda ma'lumot tayyorlasa yoki ma'lum bir joylarini tashlab ketsa, ya'ni example'lar aytmasa, hayotiy analoglar bilan tushuntirmasa, murakkab mavzu bo'ladigan bo'lsa, unda o'quvchilar yaxshi o'rgana olmaydi. Yaxshi o'rgana olmagandan keyin yaxshi prediktan qilib bera olmaydi. Shuning uchun ham biz boshida o'rgangan asosiy bo'limimiz, ya'ni datani olgandan keyin data preprocessing bo'limida nima qilganmiz, o'rgangan edik va uni tugatgan edik o'tgangi darsimizdan oldingi darsda. Va undan tashqari biz machine learning algoritmlari degan mavzuni o'tganmiz. Sababi o'sha data preprocessing bo'ladigan bo'lsa, data preprocessing mana bu yerda raw data degan tushuncha bor. Ya'ni raw material bo'ladi. O'sha xom ashyo keladi, data preprocessing qilinadi va bu yerda biz nimani algoritm tanlaymiz. Ya'ni buni algoritmda o'qituvchini dars o'tish metodi deb tushuntirganmiz. Misol uchun har xil metodlar bor. Men misol uchun sizlarga mana bu yoqqa o'tib turib faqat hozir faqat kodingda tushuntirishim mumkin. Mana bu bunaqa, mana bunaqada o'g'lak. Bunda uncha effekt bermaydi. Chunki nazariy biliminglar kam bo'ladi. Yoki faqatgina nazariy bilim bo'lib o'tishi mumkin. Bu ham effekt bermaydi. Chunki amaliy biliminglar bo'lmaydi. Ikkalasini o'rtasini balans qilib ushlash bu bitta metod hisoblanadi. Demak, biz o'rganishimiz mumkin bo'lgan, ya'ni bizda nima qilyapmiz? Biz o'zi o'qituvchi rolidamiz. Ya'ni datani kompyuterga o'rgatyapmiz. Kompyuterimiz o'quvchi rolida. Uni aqlli qilyapmiz. Xo'p, demak bu o'sha o'rgatish uchun turli xil algoritmlar. Har biri bir-biridan farqli jihati bor. Biri kuchli, biri kuchsiz. Mana savol-javobda ham berib ko'rdim, mana Abdurahimga ham. Ya'ni misol uchun logistic regression oladigan bo'lsak, ko'proq binary classification uchun yaxshi ishlaydi. Aslida agar multi class bo'ladigan bo'lsa, unda decision tree ishlatishimiz kerak. Demak, agar birinchi ssenariy bo'yicha oladigan bo'lsak, faqat kodni o'zini biladigan bo'lsak, unda yaxshi natija bo'lmaydi. Shuning uchun juda ko'p holatlarda o'sha nazariya va amaliyotni to'g'ri va teng ushlab ketish kerak. Shuning uchun balki amaliyot nazariya zerikarli bo'lishi mumkin sizlarga, lekin xohlaysizlarmi yo'qmi buni hamma tomoniga urg'u berish kerak.
Xo'p, demak biz o'sha o'qituvchini metodi sifatida algoritmni olgan ekanmiz. Ularni o'rganishni boshlaymiz va davom ettiramiz. Mana o'tgangi safar sizlar bilan logistic regression ko'rganmiz va shu algoritm yordamida nima qilganmiz? Modelni training qilganmiz, ya'ni o'rgatganmiz. Ya'ni training jarayoni bu o'sha preprocessing qilingan datani biror algoritm yordamida kompyuterni miyasiga quyish hisoblanadi yoki o'rgatish. Ya'ni chunki kompyuter bizda nima? Datalar yordamida o'rganadi, ya'ni ma'lumotlarni oladi, patternlarni o'rganadi va o'shanga qarab turib qaror qabul qiladi. Xo'p, endi bugungi darsimizni ichkariga kirishdan oldin biz model structure'ni bilishimiz kerak. Modelni strukturasini bilmaydigan bo'lsak, buni yaxshi tushunmaymiz. Shuning uchun men har darsda model structure degan bitta page'ni qoldiryapman. Ozgina review qilib olib, yana ichkariga davom etib turamiz. Sababi shu ketma-ketliklar orqali biz qayerga ketayotganligimizni, qaysi bosqichdaligimizni, nimaga ko'proq urg'u berishligimizni qayta-qayta har darsda ozgina bo'lsa ham takrorlab olamiz. Bu juda muhim bosqich hisoblanadi. Demak, sizlar bilan datani to'pladik, preprocessing qildik, algoritmni selection qildik, ya'ni tanladik va undan keyin training qilamiz. Kodlari ham bor. Demak, bugungi darsimizda ham sizlar bilan amaliyot qismida nima qilaman, ko'rsatib beraman va training qilingandan keyin nima qilishimiz kerak? Evaluation qilamiz, ya'ni baholaymiz. Bugungi darsda yana ham chuqurroq o'tamiz. Evaluation degan asosiy bo'limi bor. Ya'ni unda nima qilib olamiz? Biz baholab olamiz. Ya'ni mana bu training jarayonida qanday natija berdi. O'zi training bilan evaluationda orasida prediction bor. Bu yerda yozilmagan. Ya'ni o'sha ketma-ketligini eslab qolsanglar bo'ladi, prediction. Lekin mana bu predictionda o'zida tashlab ketsanglar ham bo'lmaydi. Predictionda o'zida ham qoldirib ketadigan bo'lsanglar, bo'lmaydi. Sababi o'sha predictionga qanchalik ishonishimizni tekshirishimiz kerak. Tushunasizlar? Mana misol uchun ko'ryapmiz-ku. Agar y 0 deymiz, ya'ni birinchida turganda qiymatini bizda yes yoki no deb chiqarib beradi, ikkalasidan. Yoki 1 yoki 0 deb chiqarib beradi. Yoki misol uchun 0 ni oladigan bo'lsak, biror narsani predict qilyapmiz, ya'ni uyda narxini deydigan bo'lsak, aytaylik $200,000 chiqish kerak deylik, misol uchun. Endi bu qiymatga yoki yesga yoki noga qanaqa qilib ishonamiz biz degan savol bo'lishi mumkin. O'shani biz evaluation qismida ko'rib chiqamiz. Bu ham juda muhim bo'lgan bosqich va muhim bo'lgan qismlarimizdan biri hisoblanadi. Shu tomoniga nima qilamiz, e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, undan tashqari bizda o'sha evaluation qilgandan keyin biz tashqaridan biror data olib turib yoki ichkaridagi datani ma'lum bir qismi yordamida test qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Evaluation bilan testingni farqi bor. Evaluation qanchalik yaxshi ishlayapti yoki yomon ishlayotganligini ko'rsatuvchi metrik hisoblanadi. Testing bevosita natija olish hisoblanadi. Ya'ni mana misol uchun evaluation qildik, bu qiymatga ishondik. Ishonganimizdan keyin yana boshqa qiymat berib ko'ramizda. Misol uchun 2 ni tekshirib ber deyishimiz mumkin. Va undan keyingi bosqich bizda deployment bo'ladi va mana bu bosqichning ichida model improvement degan bir katta bo'lim bor. Buni alohida oylik qilib o'tamiz. Ya'ni model improvement, ya'ni rivojlantirishimiz kerak. Chunki hozir mana misol uchun sizlarda 50%, 60% shunaqa chiqib qolishi ham mumkin-da, bu past ko'rsatkich hisoblanadi. Bunaqada nima qilamiz? Accuracy score yoki boshqa metriklari past chiqadigan bo'lsa, u qiymatga biz ishona olmaymiz. Chunki buni aniqligi past. Bunga ishonib turli xil jiddiy oqibatlarga, ya'ni kostga olib kelishi mumkin. Bu holatlarda biz ishona olmaymizda, uni o'rniga modelni rivojlantirishimiz mumkin bo'ladi. Yangi featurelar qo'shamiz, ma'lum birlarini olib tashlaymiz, transformation qilamiz, hyperparameter tuning qilamiz va hokazo juda ko'plab bo'limlari bor. Albatta ularni nima qilamiz, sizlar bilan ko'ramiz. Xudo xolasa. Xo'p, endi shuning uchun men bu yerga yozib qo'ydim. Bu yerda model evaluation qismida yomon bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda yozib qo'ydikda model improvement bor. Model improvementni ya'ni rivojlantirganimizdan keyin yana bu qaytib keladida, yana evaluation qilinadi. Keyin yana testing, keyin bu yoqqa o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu cycle hisoblanadi. Bitta ya'ni bo'ldi, mana shu ketma-ketlikda o'tsak bo'ldi, model qilib oldik degan joyi yo'q. Albatta buni rivojlantirishimiz kerak, yana turli xil boshqa qismlari bo'ladi. Va faqat bu biz o'rganayotgan supervised machine learning uchun. Chunki boshqa AI modellarida bu ketma-ketliklar ozgina farqli jihatlar ham bor, lekin umumiy struktura o'xshash. Xo'p, endi hammasidan o'tdi deylik. Yaxshi testing qildik, yaxshi yuqori foiz chiqdi deylik, 90-95% chiqdi deylik. Undan tashqari hammasi yaxshi, biz xohlagandek bo'lyapti va u holatlarda keyin biz deployment qilishimiz mumkin. Ya'ni deployment o'sha modelni o'sha haqiqiy ishga tushirish jarayoni, ya'ni faqatgina biror IPMB fayl ko'rinishida emas,
uni product, ya'ni mahsulot sifatida chiqarish bo'ladi. Ya'ni o'ylaylar, mana bu bosqichgacha biz nima qildik? Restoranimiz bor, biz ovqat qildik, uni o'zimiz tatib ko'rdik tuzini yoki boshqa holatlarini yaxshi, sifatli. Lekin shu holatda qolib ketsa nima bo'ladi? Biz bankrot bo'lamiz, chunki biz ovqatimizni sotishimiz kerak. Shu jarayonda ovqatni biror eshik qo'yib, restoranda ko'rinishida mijozlarni chaqirib, mijozlarga yoki eltib berishimiz kerak yoki o'zlari kelishi kerak. O'sha jarayon diplom hisoblanadi. Ya'ni bitta modelimizdan bitta o'zimiz emas, butunlay boshqalar ham ishlatish, boshqalar ham foydalana olish holati diplomat hisoblanadi. Xudo xohlasa bu keyingi oilada o'rganiladi. Bu juda murakkabroq jarayon, ungacha bor, lekin sizlar boshida aytib o'tganimdek, buni sizlar hozir o'rganishinglar shart emas. Shunaqa bo'lim borligini, shunaqa qilishimiz kerakligini bilib olishinglar kerak. Ya'ni maqsad va qayerga ketayotganinglarni bilib olinglar. Uni orasida turli xil ichkariga kirishlar, kichkina ko'chalarni ko'rishlar, har xil bosqichlar bo'ladi. Lekin manzil o'sha. Manzil, ya'ni o'sha data collectiondan boshlab bu yoqqa kelish. Bu asosiy qismimiz hisoblanadi. Endi bugun o'rganishimiz kerak bo'lgan algoritm bor. Logistic regression'da o'tgan safar o'rgandik. Logistic regression o'sha aytib o'tganimizdek linear oilasiga mansub va bu asosan binary classification uchun ishlaydi. Va bu logistic regression'ni oladigan bo'lsak, bu baseline model hisoblanadi. Ya'ni biz shablon olamiz, baseline. Ya'ni o'sha nisbatan sodda datasetlarda, nisbatan kompleks bo'lmagan holatlarda va asosan input va output qiymatlar, ya'ni o'sha berilayotgan input va output qiymatlar linearly munosabatda bo'ladi. Siziqli munosabatda bo'ladi va bugungi ko'ramiz. Aynan uni logistic regressionda ishlatgan edik va u faqatgina classification uchun edi. Endi bugungi darsimizda xuddi shunaqa darajadagi kuchsizroq modellar, kuchsizroq datalar bilan ishlaydigan, lekin regression uchun ishlaydigan modelni, ya'ni algoritmni ko'ramiz. Bu linear regression hisoblanadi. Demak, linear regressionda hozirgi holatda farqini oladigan bo'lsak, logistic regression bilan bu regression uchun ishlaydi. O'xshashli tomonini oladigan bo'lsa, ikkalasi ham linear oilaga mansub hisoblanadi. Ketdi. Demak, aytib o'tganimizdek, bu linear oila, ya'ni o'sha ya'ni qanday o'rganadi? Mana misol uchun oilalarda o'zi qanday qilib oilalarga bo'ldingiz deydigan bo'lsanglar, bitta umumiy tomoni bor. O'zi o'tgangi safar ham aytib o'tganimizdek, o'zi asli ikkita bo'limdan iborat. Linearly, non-linear hisoblanadi. Ya'ni misol uchun input output qiymatlarini oladigan bo'lsanglar, bunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yoqda x, bu yoqda y bo'lsa qiymatlari yoki bunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni bilmaymiz u boshida bizga qanaqa qiymat beriladi, datalarimiz qanaqa bilmaymiz, shuning uchun yoki linear yoki non-linear holat bo'lishi mumkin. Bo'lmasa ikkiga bo'linadi shu holatda. Ya'ni biz nimasiga qarab bularni oilaga ajratamiz ekan? Ya'ni o'sha input va output qiymat orasidagi munosabatga ko'ra. Ya'ni input qiymatlar oshsa, y ham oshyaptimi? Ya'ni odamning yoshi oshsa deylik, bu tomonda oylik ham oshadimi? Shu holatlardan kelib turgan holatda, demak biz buni nima qilishimiz, oilalarga ajratishimiz mumkin. Ya'ni bu orqa jarayonda. Ya'ni o'sha input va output qiymatlar orasidagi munosabatdan kelib chiqqan holatda biz buni ajratishimiz mumkin hisoblanadi. Linear ham xuddi shunaqa va undan tashqari yana bir holat borki, bu baseline model hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin. Aytib o'tganimizdek, doimo bitta holat bor, bilib olinglar. Misol uchun mana tepaga chiqib ketish bor va past bor. Shu yerimiz bizda baseline model hisoblanadi, bilib olinglar. Baseline model mana bu yerda improved model hisoblanadi. Improved model. Ya'ni birinchi mana shunaqa sizroq modellar bilan tekshirib olamiz baseline model. Ya'ni nimagadir qarab baholaydi-ku. Mana misol uchun hozir aytishinglar mumkin, mana 2025 tugayapti. 2025da machine learningda endi birinchi oyini o'rganib, endi ikkita algoritmni bildim, o'rgandim deysizlar. Hali 2026ni tugatayotganda, demak o'zim mustaqil model yarata olyapman. O'zim productionga chiqara olyapman deysizlar. Ko'rasizlarmi, orada qanaqa farq bo'ladi? Mana bu ikkinchi holat sizlarda improvement bo'lgan holatinglar, birinchi holat hozirgi holatinglar. Xuddi shunaqa. Demak, biz ham ko'proq algoritmlar bilan birinchi tekshirib olamiz. Keyin mana bu improvement oyligini ko'rsatdim-ku, mana model improvement. Shu bosqichlarni amalga oshirish orqali buni natijasini rivojlantiramiz. Baseline ham xuddi shunaqa hisoblanadi. Mana misol uchun aytaylik, bir teamda ishlayapsizlar, o'sha jamoaviy ishlayapsizlarda, o'sha boshida aytaylik team leader keldida, nima qilyapsan desa, misol uchun yoki
boshliqlarga man baseline model qurdim deysizlarda, mana bu bosqichdaman. Modelni aytaylik accuracy'si 60% ida aytasizlar, men 70% ga oshirdim, 10% ga bunaqa ishlar qilish orqali 10% ga oshirdim deysizlar. Keyingi haftada bu yerga oshirdim, keyingi haftada bu yerga rivojlantirish bo'ladi. Bu yerdagi sizlarga aytmoqchi bo'layotgan narsam, qanaqa qilib rivojlantirishda emas, baseline bilan improvementni farqiga boringlar, o'shani aytmoqchiman. Shu nuqtai nazar uchun mana bu joyini ko'rsatib berdim sizlarga. Xo'p, endi aytib o'tganimizdek, bu linear regressionimiz continuous qiymatlar uchun, ya'ni uyni narxini predict qilishimiz deyishimiz mumkin, yoki mashinani narxini, yoki aynan davleniyamizni nechi bo'lishini, shunga o'xshagan holatlarni, ya'ni continuous qiymatlarni. Ya'ni sizlar qaraysizlarda, output qiymatinglar davomli bo'lsa, biror diskret oraliqqa tushmasa, continuous bo'ladigan bo'lsa, unda aynan biz nimadan regressionda, ya'ni linear regressiondan foydalanamiz. Bu linear regression classification uchun emas. Logistic regression uchun emas. Buni yaxshi farqiga boringlar, yaxshi eslab qolinglar. Shuni sizlardan so'ramoqchiman, shu tomoni muhim. Xo'p, endi bizda yana bitta holat bor. Ana example qilib qo'ydim. Qarang, player goals bor. Misol uchun futbolchilarni urgan gollari sonini predict qiladigan bo'lsak, unda aynan bizda regression bo'ladi. Chunki 20 ta urishi mumkin, bitta urishi mumkin, 30 ta urishi mumkin. Endi bu cheksiz, buni bilmaymiz biz. Lekin gol uradimi yoki yo'qmi degan savol bo'ladigan bo'lsa, uni classificationga qo'ysak bo'ladi. Lekin konkret shunaqa sonini bilmoqchi bo'layotgan bo'lsak, biz bunda nimaga regressionga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yoki mana misol uchun injury yoki not injury bo'ladigan bo'lsa, unda ikki xil javob chiqar ekan, yoki injury yoki not injury. Unda classification, lekin u holatlarda biz linear regressiondan foydalana olmaymiz. Xo'p, demak, linear regression bu pagedan shuni bilishimiz mumkinki, demak, linear oilaga mansub va baseline model hosil qilish uchun ishlatamiz va regression tasklari uchun ishlatar ekanmiz. Va qanaqa holatda ishlatishni ham ko'rsatib berdim va undan keyingi biz bilishimiz kerak bo'lgan holat bu linear equationlar haqida gapirishamiz, ya'ni chiziqli tenglama. Biz o'sha maktab kursida chiziqli tenglama, chiziqli funksiya degan mavzularni o'tganmiz. Misol uchun y teng kx plus l ko'rinishida bo'lsa, chiziqli holat hisoblanadi, ya'ni bir o'lchamli chiziqli holat hisoblanadi. Demak, mana bu linear regression va logistic regression orqasida aynan input va output qiymatlar orasida xuddi shunaqa munosabat bor. Shuni bilamiz va shu orqali linear regression qanaqa ishlaydi, nimalarga e'tibor beradi degan joylar haqida umumiy xulosaga kelishimiz mumkin. Qaranglar, demak, linear regressionda bitta kichkinaroq tizmani mana ko'rsatib qo'yganman. Xo'p, demak, mana bu y tomonimiz bizda output qiymat, x tomonimiz input qiymatlar bo'ladigan bo'lsa va mana bu chiziqda ko'rinishi. Endi beta nollar, beta 0, beta 1lar, mana bu betamiz, bular bizda parametrlar hisoblanadi. Ya'ni o'sha input qiymatni qanchalik kuchga egaligini, qanchalik muhimligini ko'rsatib beradi. Parametrlar hisoblanadi. Mana bu epsilon bizda error hisoblanadi, xatolik hisoblanadi. Mana misol uchun parametrlar haqida gap ketayotganda bitta narsa qilamiz. Tasavvur qilinglar, sizlar ovqat qilyapsizlar, osh qilyapsizlar deylik. Misol uchun butun osh hosil qilish uchun nimalar ketadi? Misol uchun aytaylik, hammasini kilogrammda deydigan bo'lsak, 0.5 kilogramm go'sht ketyapti. Xo'p, aytaylik 1 kilogramm guruch ketyapti. Misol uchun qo'shamiz. Aytaylik 0.001 kilogramm ozgina tuz ketyapti. Va hokazo deylik. Endi mana bu oldida kelayotgan sonlar bular parametrlar hisoblanadi. Mana bu go'sht, guruch, tuzlarimiz input hisoblanadi. Oshimiz bizda output hisoblanadi. Demak, mana bu parametrlarni albatta muhimligi jihati katta-da, chunki sizlar ozroq qo'shsanglar yoki ko'proq qo'shsanglar, bevosita ovqatni ta'miga, mazasiga nima qilasizlar? Ta'sir qilib qo'yasizlar. Shuning uchun me'yorni bilish kerak. Shuning uchun ham bu parametrlar hammada har xil bo'ladi. Hamma datasetda, hamma loyihada har xil bo'ladi. Sizning oshingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Kimdir ko'proq yog' qo'shadi, kimdir ozroq qo'shadi. Ya'ni birorta standart yo'q-ku, to'g'rimi? Misol uchun 1 kilogramm osh uchun shunaqa qilishimiz kerak degan joyi yo'q-ku. To'g'ri, o'xshash standartlar bor. Lekin ma'lum bir o'zgarib qoladigan bo'lsa, balki u oshpazdan ko'ra yaxshiroq qilishingiz ham mumkin va aksincha yomonroq qilishingiz ham mumkin. Bu joydan bilishimiz mumkin bo'lgan narsa parametr haqida gapirmoqchi edim. Demak, parametr bu o'sha input qiymatlarini muhimligini o'lchovchi o'lcham hisoblanadi, parametrlar. Endi aytib o'tganimizdek, mana bu x input, y output, beta bir parametr va epsilon error hisoblanadi, ya'ni qanchalik xato.
Xo'p, endi bitta narsaga urg'u beringlar. Ko'ryapsizlar, bizda best fit line degan joyi ham bor. Ya'ni mana bu input va output qiymatlarini e, ko'ryapsizlar. Mana bu xuddi shunaqa qiymat qilib tushiradigan bo'lsak, bu chizig'imiz mana bu hamma chiziqlarga yaqin o'tgan. To'g'rimi? Bitta to'g'ri chiziq o'tkazish imkoniyati bor bizda. Ya'ni linear regressionning maqsadi mana bu nuqtalarga iloji boricha yaqinroq bo'lgan chiziqda o'tish hisoblanadi. Agar tasavvur qilinglar, bitta holatni ko'rsataman sizlarga. Misol uchun qiymat bo'lsa qaranglar. Bunaqa chiziq o'tkazadigan bo'lsak, qaranglar mana bu qiymatga juda uzoq bo'lyapti. Lekin agar qanaqa qilsamligimda turib bunaqasiga o'tkazadigan bo'lsanglar, bu qiymatga uzoq bo'lib qolyapti. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni u tomonga sursanglar ham, bu tomonga sursanglar ham o'rtadan yoki iloji boricha maksimallikka intilish bo'ladi-ku, o'sha holatdan uzoqlashib ketyapti. Linear regressionning maqsadi nima ekan? Maqsadi iloji boricha hamma nuqtaga yaqin bo'lgan best fit, ya'ni eng zo'r mos tushadigan chiziqni topishdan iborat bo'ladi. Shuning uchun ham nomi linearda buni. Tushunyapsizlarmi? Lekin bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, unda balki bunaqa chiziq chizish kerakdir. Lekin bu linear chiziq emas-ku, bu endi kompleksga o'tib ketadi. Demak, mana bu parametrlarni, errorlarni turli xil usullar orqali o'zgartirish, qiymatlarini oshirish orqali biz linearli holatga qaytarishimiz, yaqinlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Endi uni rivojlantirish haqida miyalardan chiqaringlar, rivojlantirar ekanmiz keyingi oylarda deb o'ylanglar va faqatgina hozirgi bu pagedan shuni bilishinglar kerakki, men linear equationni tushuninglar nimaligini, chiziqli teng nima ekanligini, parametr nima ekanligini tushuninglar. Men tushuntirib o'tdim. Undan tashqari best fit line nima ekanligini tushuninglar va linear regressionning maqsadi nima ekanligini tushuninglar. Demak, linear regressionning maqsadi yoki agar linear regression ishlatayotganinglarda natija zo'r chiqyaptimi? Qanaqa holatda natija yaxshi chiqar ekan? Qachonki shunaqa linear chiziq paydo bo'lsa, linear iloji boricha aynan shunaqa 100% o'tish shart emas. Misol uchun bunaqaroq qiymatdan o'tishi ham mumkin. Endi albatta bu qiymatni bevosita natijaga bog'liqda. Ko'rasizlarmi? Ya'ni mana bu qiymat bir prediction qiymat bo'lsa, mana bu orasidagi masofa bu error hisoblanadi. Xatolik. Ya'ni 3 chiqish kerakmi? Lekin o'zi naryoqda 4 turibdi. Bir xato bo'lyapti oradagi farq. Va error hisoblanadi. Ya'ni classification emas, regression haqida gapiryapmiz. Shuning uchun bu linear regression nimani? Best fit line'ni topish uchun xizmat qiladi. Ya'ni hozirgi holatimizda, bizning darajamizda o'sha nima bo'layotganligini ozgina bilamiz, nima bo'layotganligini tushunishimiz kerak va endi bevosita o'zimiz tomonimizdan bo'ladigan ta'sirlar bu keyingi o'rgatiladi. Shuni bilib olinglar. Ya'ni o'zimiz tomonidan ta'sirimiz nima demoqchiman? Misol uchun bunaqa qiyshiq holat bo'ldi deylik. Linear, ya'ni to'g'ri chiziq o'tkaza olmadik deylik. Unday holatda nima qilamiz? Errorlar yuqori bo'lib ketdi. Unday holatda nima qilamiz? Qanday qilib pasaytiramiz xatolikni? Shunga o'xshagan savollarga javob topamiz. Hozirgi holatda linear regression bilan logistik regressionni o'tib ikkita algoritm. Shuni orqada qanaqa jarayon bo'lyapti? Kodini qanday chaqiramiz? Nima mavzuni sizlarga o'tib bergan bo'lsam, eng minimum holatda shularni yaxshi qaytarib aytib bera olishinglar kerak imtihonda. Bu eng minimum holat. Maksimum holat o'tgan safar ham ko'rsatganman, bularni kutubxonasi bor. Shunchaki linear regression deb turib docs deb yozinglar, bo'ldi. Linear regressionga oid juda ko'plab ma'lumotlarni chiqarib beradi bu SQL scikit-learn'da ichidagi kutubxona orqali. Shuning uchun shu tomonga sizlarga maslahatim, harakat qilinglar. Demak, linear equation yoki linear regressionimizni bu tomondagi maqsadi o'sha input va output qiymatlar uchun mos chiziq topib berish. Bu eng asosiy bo'lim hisoblanadi. Shunga urg'u beringlar. Linear regressionimiz o'z navbatida bu ham simple linear regression va multiple linear regressionga bo'linadi. Ko'p holatlarda multiple linear regression ishlatiladi. Deyarli ko'p holatlarda bu alohida kodlar, alohida yana biror narsa kerak emas. Shunchaki bu farqiga borib olsanglar bo'ladi. Ya'ni mana sizlarda bu linear regression holat, bu multiple linear regression holat. Qaranglar, input qiymatlar juda ko'payib ketdi. Input qiymat ko'paygandan keyin o'z-o'zidan hammasini oldida turuvchi betlar, ya'ni parametrlar ko'payadi. Ya'ni ovqatga qancha ko'p mahsulot qo'shsanglar, albatta mahsulotning hajmi, o'lchami bo'ladi-ku, ular ham o'z navbatida ko'payadi. Shuning uchun shuni bilib olishinglar kerak, xohladimki, o'sha simple linear regression bilan multiple linear regression orasida qanaqa farqi bor degan savol bo'ladigan bo'lsa, aytishinglar mumkin. Demak, simple linear regressionda demak featurelarimiz ko'ryapsizlar, mana bu holatda bitta input bu bo'lmaydi bunaqa holat. Faqat o'sha multiple linear regression bo'ladi, lekin multiple linear regression deb aytilmaydi. Farqi shunda featurelar sonida.
Ya'ni featurelar soni multiple linear regressionda o'zini nomi bilan ham aytib turibdi. Bu multiple. Ya'ni juda ko'plab featurelardan, juda ko'plab o'sha input qiymatlaridan iborat. Va o'z navbatda har bir input qiymat uchun o'sha parametr qo'shiladi. Bu parametr degan so'zlarni yaxshi o'rganinglar. Mana bugungi darsimizda sizlar bilan juda ko'p tushunchalar ham o'z navbatida parallel berib borilyapti. Shuning uchun mana bu videoni tashlab berganimdan keyin har bir 5 minutida to'xtatib o'sha tushunchalarni yozinglar, miyanglardan foydalangan holatda. Mana gapirib berayotgan joyimda yozib ketmanglar. Tushuninglar buni. Bu muhim. Chunki men ma'lumotlarni berib ketaversam bu foydasiz bo'ladi. Foydasiz bo'ladi. Demak, bir oy kech tugataylik kursimizni, lekin foydali bo'lsin. 2 oy erta tugatganimiz bilan bu foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, bekor yutkazasizlar vaqtinglar. Chunki bu fanda, ilmda aldab bo'lmaydi. Shuning uchun shu tomoniga nima qilamiz, ahamiyat beramiz. Qo'shimcha bitta narsa aytmoqchiman, savol berishinglar mumkin. Mana bu error bo'lsa, har doim o'sha errorni misol uchun kamaytirish harakat qilsak, error ya'ni epsilonimiz menga yozib qo'ydim, bu belgi 0 ga teng emas dedim. Bu hech qachon 0 bo'lib qolmaydi. Bilib olinglar, hech qachon bu 0 bo'lmaydi. Ya'ni umuman olganda error ham hech qachon 0 bo'lmaydi. Ya'ni bu degani ya'ni o'sha perfect, ya'ni umuman mukammal bo'lgan data, mukammal bo'lgan algoritm yo'q. Shuning uchun, ya'ni bu ham bitta sizlar uchun qo'shimcha ma'lumot o'rnida qabul qilasizlar. Demak, mana bu epsilonimiz 0 bo'lmaydi hech qachon. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Demak, qanaqadir kichik qiymat bo'lishi mumkin. O'sha maksimallikka intilib, iloji boricha epsilonni kamaytirib, mana bu errorni kamaytirishga harakat qilinaveradi. Bu tabiiy jarayon. Errorni kamaytiramiz degan holat doim bo'ladi. Lekin albatta bu epsilonimiz nima bo'ladi? 0 ga teng bo'lmaydi. Buni ham yaxshi hisobga olib qo'yasizlar. Endi linear regression yoki boshqa algoritmlar o'tilinganda albatta uni plus va minus tomonlari haqida gapiriladi. Chunki tabiiy savol tug'iladi. Mana misol uchun o'tgangi safar logistic regressionni o'rgandik. Xo'p, uni o'rganibmiz yoki mayli bu logistic regression bilan linear regression har xil oilalar uchun ishlatiladi. Har xil yo'nalish uchun. Chunki logistic regression bizda classification bo'lsa, linear regression uchun ishlatilyapti. Bu tushunarli, lekin keyingi darsda biz decision tree'da o'tsak, nima uchun o'tdik buni degan savol keladi. Shu joyda har bir algoritmni kuchli va kuchsiz tomonlari degan alohida bo'lim bo'ladi. Shu bo'limlarga qaragan holatda biz demak shu sabab uchun shuni o'rganyapmiz va shu holatlarda shu algoritmni ishlatamiz ekan degan xulosaga kelishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kuchli tomonlari tez va soddaligida, linear regressionda, undan keyin kichikroq datalar bilan ishlashda osonligida va baseline model qurish uchun kerakligida va kam chiqimligida. Ya'ni o'sha low cost hisoblanadi. Ya'ni o'sha training bo'layotgan jarayonda sizlardan oz material, oz mablag' talab qilinadi. Misol uchun tez va soddaligi aytib o'tganimizdek, o'sha jarayon osonligida. Shuning uchun ham bekorga emas, bu baseline model tanlab olinishda birdaniga kuchli model tanlab olmaysizlar, mana bu joyda, to'g'rimi? Sizlarga chiziq ko'rsatib berdim. Ya'ni bunaqa umumiy chizig'imizni oladigan bo'lsak, birdaniga murakkab holatni olib ketadigan bo'lsanglar, unda yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Mana birdaniga matdan boshlasanglar, keyin orqaga qaytib qolasizlar. O'shuning uchun ham demak biz shu sababdan ham birinchi nimani baseline algoritmlaridan, baseline modeldan o'rganib ketishimiz kerak bo'ladi. Unga ko'ra o'sha qilayotgan ishlarimiz o'xshayaptimi? Rivojlantirish metodlarimiz rol o'ynayaptimi yoki yo'qmi degan savollarga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu linear regression bugun o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy algoritmlardan biri. Xo'p, demak hozir tanaffus vaqti bo'ldi. 10 minut tanaffus qilamiz, 10 minutdan keyin ko'rishamiz. Hozircha hamma tanaffus.